Assalomu alaykum qadrli Katul House kanalining aziz qadrli obunachilari. Bu xolasa yarim gektar 50 sotik joyda fonning sistemasi qilingan joyga yetib kelganmiz. Bu yoq 25 sotik, bu yoq 25 sotik. Katullar ustidan ko'rgan tashqariga, ichlariga topli pol xalq tili bilan aytganda sistemasi qilindi. Xudo xolasa hozir bir chekana tushuntirish berib, katullarning yonishlari hamma yo'g'ini bir chekana inshaalloh tushuntirishga harakat qilamiz. Sizlar ungacha obuna bo'lib, like bosib, qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Telegram lichkamizni kommentariyaga qadab qo'yamiz. Knopkani ezasizlar, Telegram kirasizlar. Kimda qanaqa savol, qanaqa bir muammolar bo'lsa bemalol aytib deb tushuntirishingiz mumkin. Xudo xolasa biz boshladik. Xo'p, biz videoni mana padach quyilgan tomonga kelib boshladik. Xudo xolasa bir chekkadan tushuntirishni boshlaymiz. Qildirmoqchi bo'lganlar, qilmoqchi bo'lganlar hammaga ko'rishni tavsiya qilamiz. U boshiga katel o'rnatildi, mana bitta padach to'g'ri chiqyapti. 76 lik. Bu yoqqa qaytib kelib, bu yerga tushib, ikki tomonga tarqayapti. Ikki tomonga tarqaganda har bitta panelning orasiga bittadan padach berilgan mana. 57 padachi tushib quyilyapti. Mana 1 2 3 4 5 ta turbaga bitta tushib taqsimlangan. Bu yoqqa obratga ketadi, obratga qo'yilib chiqib ketadi. Bundan qilishdan maqsad mana sentralniy padach kelyapti-da, ikki tomonga burilyapti. Ketadi mana 1 2 3 4 ta padach bo'lyapti. Agar buni har bitta 40likka bu yerdan har bittasiga tushirgan bo'lganda, u mayala tez tortaverardi, u burchaklar issiqlik yetib borishi, issiq suvimiz qiynalib qolardi. Bu yoqlar har bitta tushayotganini qisish uchun kranni qo'yishga to'g'ri kelardi. Hozir endi buni mana 76 57 da tushirib turib 5 yo'lga tarayapti. Bu degani issiqni teng taqsimlab beradi. Bu yerdan bitta, bu yerdan bitta, bu yerdan bitta bo'lgani uchun bu padachi bilan nari burchakdagi padach tushayotgan issiq bir xilda taqsimlanib, bir xilda tushib beradi. Bir xilda zo'riladi, ekonomikasi yetkazib berishlari zo'r bo'ladi. Xo'p, endi mana zadishni ko'rib turibsizlar, ponni ochilmagan, qisilgan. Sabab katyol bu chekada, obratkalar pramo kirib ketgan, mana o'sha bo'linmaganda borib pramo urilib katyol chiqib ketadi. Katyol bu yoq yaqinlik hisobidan tez tortaveradi-da, bu yoq qisilib qoladi. Shuning uchun bu kranni o'rnatilgan. Kranning mana nechtasi bor ekan hozir? 8 ta skorost deyli, 8 tasi bor ekanda, hozir mana 5-da turibdi. 3 ta ochilgan xolos. Bu degani sentralni kelib, bu yoq tortib bermaydi-da, qisilgan hisobidan. Ponni 25 sotik bir xilda, misol 25 sotik u chekasi bilan bu chekasi isishi hamma yo'g'i bir xilda chotki chiqqan. 40 lik turbalar ishlatilgan. Bunisi 57 ta, bu 76. Xo'p, stokalariga mana konteyner. Menimcha 7 lik. 7 lik konteyner ishlatilgan. Buni o'rtasidan balerkada yoryapti, turba kiradiganlar. Bu tomonga bitta katyol, nari tomonga bitta katyol. Ko'rib turibsizlar. Uklonlari bu boshi bilan bu boshi bir xilga otilgan, bir xilga pasayib yo'laqqa boradi-da, yo'laqda obratkasiga bir xilda uklon borib turib, katyolga qo'yilib qaytib chiqib ketadi. Eng sodda, hozirgi kunda eng yaxshi effekt beradigan sistema shu bo'lib turibdi. Endi buni o'ziga yarasha minuslari bor. Oldingi videolarda ham aytganmiz. Ikki yoniga ekiladi. Yerga ishlov berilayotganda buni tagi jicha qolib ketib qoladi. Ya'ni motabloy sig'maydi. Endi buni yo'lini qilib o'zlari ishlatish bo'ladi. Yerga ishlov berish bo'ladi. 25 sotik shu holatda qilingan. 50 yarim gektar bitta ikki tomonga yo'llardan o'rtaga bo'lingan. Farqimiz. Bu xolasa bu topshirish arafasida bu yerda уже topshiriladi. Ikki katyol yoqib ishlandi, mayda sud ishlari bor. Bugun hozir katyolga obratgani ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana obratga
76lik. Cho'timi mana. Bu tomon ham xuddi shunaqa bo'lgan. Mana. Katta yo'ldan chiqib padachi borib, nari boshga mana borilyapti mana. Krani turibdi bu katta yo'l tomonda mana. Tushganda yana 5 qator. Buni 6,5 metr bo'lgan bo'lsa, 6,5 metrga bittadan berilgan. Padachi 50-40 qo'yilib, mana abratga ulanishi. Ulanib to'g'ri katta yo'lga qarab zaminga qo'yib ketaveradi. Mana. Abrat kelar. Hammasi ulangan, u yoq baland, bu yoq o'sha abratga pasayib ketaveradi. Siz tushundirsam mana, u yoqdamda pastga keladi-da, bitta sentralniy abratga katta yo'lga qarab ketadi. Katta yo'lga motorlar qo'yiladi. 50 sotik salda to'lib terilib, cho'tki holatda turibdi. Xudo xolasa ishlar aytganimizdek bo'ladi. Tashqari -5, -10 bo'lgan taqdirda ham ichkarida 15-20 orasida usha beradi. Xudo xolasa 25 sotikka o'tkali qilgan rasxod bizni katta yo'llar 360-400 kilo orasida rasxod bilan chiqqan. Shomdan oldin yoqiladi. 14 soat, 13-14 soatga yetgan kilo ko'mir. Belolma ko'mirlar rasxod ko'p, boshqa balobatlar deyishi mumkin. Rasxod ko'p emas, katta yer, tashqari -5, -10 bo'lgandan keyin o'sha katta yo'l tushasa, mo'ridan omiga ilmroq turadi, qo'lingiz kuymaydigan bo'lib chiqadi katta yo'ldan. U degani yonayotgan issiqlik ko'mirni kaloriyasini 95% ni ushlab qoladi. Patera bo'lmaydi. Undan kam rasxod qiladigan katta yo'l qiyin, muzday chiqish kerak. Unaqa katta yo'l hali o'ylab topilmadi. Lekin katta yo'ldan ulanishlarni ko'rsatib o'tamiz. Bitta katta yo'l ishlab turgan jarayon. Ichqop ko'mir bilan yoqilgan. O'zimizlarni ko'rsatamiz. Gasning jarayoni yapti, ko'mir mashib. Biroq alanga olib hovliga chiqqan vaziyat. Doğru. Yine de sürtülülük yapıyorlar şu yollarına. Hava yollarında ya. Dükkansını koyuyor ortaya çıkardı. Hani sirkülasyon motor. Abrat çıkardı. Çerez motor çıkardı. Motoran şunu ileri yanına yana kısılgan mana ko'rdi. Bulutga bekliyor. Qarshi nuri. Pasa chiqib olgan shu bo'ladi mana. Ichkarida rayon yapti, lekin suv yo'q. Qo'y yo'q, qo'y chiqmaydi. Bitta ilash olgandan bosh ilashguncha bir 10 minutcha qora tutun chiqadi, yarim soat uzog'i bu uni yog'iga. Mana. Pastolarga Barnoy, padachilar ulanishi. Bu holatda shu holatda mana ulangan. Bu holatga ulanib ishlab turgan holat shu holat. Endi ichkariga gradusnik qo'yilmagan, katta to'liq quvvatli ishlab tekshirilgani yo'q. Mana bu narsani ko'plar tushunmaydi. Screenshot qilib olsanglar ham bo'ladi, ularga ko'rsatgan mana shu havo kelgan havolarni avtomatik o'zi terib turadi. Mana motor aylanib turaveradi, suv sirkulyatsiya bo'laveradi, sirkulyatsiya bo'lgan paytda havo kelib qolsa avtomatik chiqarib yuboradi, havo terib berib turadi. Mana ketayotgan holatida mashina kelgan havoni pisillab o'zi avtomatik terib beradi, sistemadagi havolar umuman tugab qolmay ketadi. Hozircha shu, endi buni hisob kitobini chiqara olmadik. Turba ko'p ketgan metrlarni endi egasi yo'q ekan, to'shni metr narxlarni bilaylik desa
qiziq bo'lsa lichkaga yozsanglar, Telegramdan surishtirib hisobini chiqarib olib beramiz nasib. Xudo xolasa. Hozircha shu akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, ishimizda qanaqangi kamchiliklar ko'rsanglar, kommentariyaga va bo'lmasa lichkamizga yozsanglar xursand bo'lamiz. Albatta yangimiz. Biz bu sohani hali kuchli professional bo'lib ketdik deb hisoblamaymiz o'zimiz hech qachon. Zo'rdan zo'r chiqaradi. Ustalar bo'lsa, ahli yetadigan, tushunadigan professionallar bo'lsa, kommentariyada mayeringda manaqa kamchilik edi, manaqa qilsa to'g'ri bo'lardi deb aytsanglar, navrut xursand bo'lamiz. Xatolarimiz, kamchiliklarimizni tuzatib, biz ham xalqqa xizmat qilsak, albatta o'zimizga ham foyda. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Biz ham o'rganib, so'rab, kamchiliklarimizni bemalol ishlab davom ettiraveramiz akalar. Albatta videoga like bosib, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar akalar. Qo'ygan videolarimiz 4000-5000 ta ko'rilyapti. Obunachilarimiz xudo xolasa mana 1100 taga yaqinlashib o'tib ham qoldi. Xudo xolasa obuna bo'lib bo'lsanglar ko'payaveramiz, ko'proq odam ko'radi, manfaatli bo'ladi. Inshaalloh obunachilarimizni qo'ldan kelgancha skidkalarni, narxlarni yo'lida qilib chiroyli qilib berishga harakat qilamiz akalar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Katta yo'l xalq xizmatinglarda.